Dadasi bo'lganda yaxshi bo'lardi, endi u ham harakat qilardi. Armonda qolib ketdi. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Biz hozir Farg'onaga kelganmiz. Farg'onaga qayerga kelganmiz? Farg'ona viloyati Bo'yli tumani Mang'ir qishlog'i hisoblanadi. Hozirgi kungi nomi. Shodlik ko'cha deyilgan endi. Aziz vatandoshlar, bugun 20-mart, haftaning payshanba kuni. Har safargidek har payshanba ehson olib chiqamiz, juma o'pamiz. Bugungi oilamiz ham olib chiqqan oilalarimizdan o'ta muhtojligi juda kuchli. Chunki bu uyning erkagi o'tgan yili o'sha puli yo'qligidan jigar sirrozidan kasallikdan vafot etib ketgan. Bir o'g'li, bir qizi bor, qizini bir bola qilib mahalla yordamlashib turmushga berishgan, o'g'lini ham bir bola uylashgan. Uylar mana ko'ryapsiz, ahvollarini, ichlarini ham o'g'lini videoga olishgan, ko'ryapsiz, juda ayanchli. Alloh rozi bo'lsin, o'sha sal nuqsoni bor o'g'li bor ekan, uylagan ekan, 2 nafar kichkina bolalari bor ekan. O'rtoqlari bu ahvolni ko'rib chida olmasdan, qo'ldan kelgancha bittasi shag'alini, bittasi apalabga, bittasi semirini, bittasi qo'l mehnat qilishib, mana bu yerda siz ko'rib turgan yerga beton quyishibdi. Endi bu to'xtab qoldi. Chunki endi o'rtoqlarining ham oilasi bor, tirichligi bor. Lekin qo'ldan kelgancha shunchalik harakat qilibdi. Bir o'rtog'imiz, shunaqa o'rtoqlarni ko'rganmiz, choyxonaga kelmayapsan, xotinni quli, nimaga choyxonaga kelmayapsan? Tudim. Seni oilangda nima bo'lyapti? Ota-onang sog'lig'i yaxshimi? Farzandlaring yaxshimi deydigan o'rtoqlar soni kamayib ketgan. Choyxonaga bormasa bo'ldi. U go'yoki u xotinni quli, lekin bu xonadonni egasini o'g'lini o'rtoqlaridan Alloh rozi bo'lsin. Shunchalik harakat qilib mana betonlarni qo'yishibdi, lekin qolganiga qiynalib qolishibdi. Bizga aloqaga chiqdi. Haqiqatan ham o'rganib chiqdik. Mahalla raisi ham keldi, mahalla raisi ham xuddi shu yerda. Haqiqatan ham ahvol tang. Dadasi butun bir mahallani choyxonasini, o'sha choylarini qilib xizmat yurgan inson ekan. Kamtaringana onaxon necha yillardan beri, mustaqil bo'lgandan beri hali u masjidga, hali u yerga, hali bu yerga ehsonga chiqib pul yig'ib kelib yurar ekan. Chunki o'g'li ham ishga kuchli yaroqli emasda, tilda nuqsoni bor, qo'llarida eng ulug' oylarda, muborak oylarda, ehsonni hozir qilib qoladigan oylarda, gunohlarni yuvadigan oylarda turamiz. Ko'cha-ko'ylarda sizga pul bermasam, masalan, yordam bering, iltimos deb turasiz. Yo'q, nima deyman. Haqorat qilganlar bo'lganmi? Haqorat qilganlarga nima deyman-da? Mayli deyman, Allohni hukmiga sap qo'yaman. Xudo bas kelsin. Har kuni chiqasiz? Ha, endi birorda dam olaman, o'g'lim chiqmaydi deydi. Chiqib ketaman-da. Uyda ham nima qilaman? Mana kelin o'zi eplayapti hamma yo'q. Endi dadasi o'tib ketdi, u ham armonda bo'lib qoldi endi. Shuda endi u ham uy qilolmadim, boshqa qilolmadim deb armonda ketdi. Yo'q, shunaqa dermidi kasal paytida? Nimalar derdi? Dedi, yuravergan ekanman. U ham qilib bermadim o'g'limga deb armonda ketdi. La ilaha illalloh. Demak, qo'lim mahkam ushlab bolalar dedi, ehtiyot qilib dedi, o'tir senga topshiryapman dedi. Endi Allohning irodasi ekanmi? Lekin jigar ko'chirishga pul yo'qligidan yo'q-da, endi pulam yo'q edi. Endi mayli. Yotdi qiynalib. Ancha yil yotdi. 3-4 yil yotdimi? Ha. Yaxshi bo'lsa shu choy qaynatganini chiqardi. Dadasi bo'lganda yaxshi bo'lardi, endi u ham harakat qilardi. Endi armonda qolib ketdi. Aziz vatandoshlar, ko'ryapsizlar, kartalarimiz har safar bloklanib qolyapti. Faqat har hafta o'zimiz kartamiz qo'yirgan uchun hozir Instagram adminimiz Mohira sinimizni Ipak yo'li karta ochib yangi qo'yyapmiz. O'sha To'xtaoxon va Mohiraxon kartalarga e'tiborli bo'lasizlar. Pastda o'zimizni Hamkor bank Shavkatbek Zulfiqarov chiqadi. Bemalol kartalarga bemalol hissanglar qo'shaverasizlar. Bu kartalardan boshqa ismlar chiqsa, tashlamaysizlar, mashinanglar ko'payib ketgan. Qani aziz vatandoshlar, meni pulim yo'q demang. Ramazon oyida duo qiling. Shu videoni yuzlab odamga jo'nating. Uddalaysiz. Qayerdagi hayosiz, adashgan qizlarimiz yo bir adashgan eri xotinlarni bir-biriga ushalib qolgan videosi chiqib qolsa, hamma irg'itamiz, qo'rqmasdan. Lekin qiyomatda uni ham savol javobini beramiz. Keling bundan ko'ra mana shunaqa yaxshi videolarni tarqatib savobiga sherik bo'ling. Siz orqali kimdir ehson qilsa, tengma-teng savobiga sherik bo'lasiz. Hammanglarni yaxshi ko'ramiz. Ertaga 21-mart juma soat 11:00 da ehsonimiz yopiladi. Qo'ldan kelgancha ehson qilib o'rgilib qoling. O'zingizga ko'proq qiynaydigan savol nima sizda? Ikki dunyolaring saodat bo'lsin. Nimadan ko'proq o'ylanasiz? Yo'qchilikdan-da. Ha? Yo'qchilikdan-da. Xo'p, uni hal qilsak yana nima bo'ladi keyin? Nima orzularingiz bor? Shu
uyda anaqa bo'lsam bo'ldi, ishlab olsam bo'ldi. Qolgan Eng katta orzu. Alloh razı mana olsun. Mana o'g'lim o'rtoqlarimga rahmat. Shunchalik yordam berib, mana qilyapti o'rtoqlarim. Alloh jannati bilan siylasin o'rtoqlaringizni. O'rtoqlarim. Duoda bo'ling. Siz duoyingiz ijobat, xo'p? Alloh Shavkat aka rahmat. Umringiz uzoq bo'lsin. Men ko'p anchadan beri shu bir bizni o'ylantirib turgan savol bilan Shavkat akaga murojaat qilganimda, mayli borib sharoitini ko'ramiz dedi. Keldilar, men xursand bo'ldim. Mana shu hozirgi mahallani eng og'ir holatdagi xonadon hisoblanadi. Eng og'ir. Bitta qishlarda bo'lsa bitta ikkita xonadon bo'ladi-da, shuni bittasi shu qadrdonimizning xonadoni. Hozirgi kunda shu avariya holatga kelib qolgan uyda yashab turibdi. Xudo ko'rsatmasin, agar qattiqroq sel yoki bir qattiqroq shamol bo'lsa, tushib ketadigan holatda yashab turibdi. Shunga hammamiz harakat qilib shu qadrdonimiz uyli bo'lishiga, shu vatanli bo'lishiga agar ozgina bir hissamizni qo'ysak, mana shu xonadon nomidan rahmat degan bo'lardim. Qadrdonlar, yurtimiz nomidan rahmat degan bo'lardim. Alloh sababini qilgan Shavkat akaga rahmat. Alloh razı olsun. Umridan baraka topsin. Farg'ona viloyati Bo'yda tumani Mang'it qishlog'i hozirgi kunda shodlik mafiya hisoblanadi. Ahmedov Omonjon, Ahmedova Sobiroxonlarning xonadoni bu. Aziz vatandoshlar, o'sha manzilda agar kimdir yo'q aka, men shifrni olib bermoqchiman. Aka, men akvachiman, eshik derazasini olib bermoqchiman. Aka, men to'sinlarni olib beraman. Aka, rekalari mendan. Davay qo'ldan kelgancha hashar qilamiz deydigan insonlar, farg'onaliklar, qo'qonliklar, vodiyliklar, shu yaqin masofadagilar bo'lsa, admin emas, Baxtiyorjon nomerini qo'yib qo'yamiz. Baxtiyorjonga aloqaga chiqsanglar, Baxtiyorjon har safar ma'lumotlar berib turadi. Ertagalik kim chiqqanini, naqd pul bermoqchi bo'lganlar ham mana shu Baxtiyorjonga aloqaga chiqsanglar, Baxtiyorjon oladi. Ertagalikka kim berganini hammasi hisobini bitta qilib ro'yxatini beramiz. Ism shariflarni zikr qilmaymiz. Faqat biz hali shaffoflikni ko'rsatamiz. $1000, $500 berganlarni nimaga aytasiz? Ehsonni yashirincha yo'q. Biz aytamiz, faqat o'sha bergan inson meni pulim egasiga yetib boribdi deganligini ko'rsin, duoni ko'rib maza qilsin. Hali ichida nimaga men pul beruvdim, nimaga aytmading degan narsa bo'lib qolmasin deb har safar shaffoflikni qo'llaymiz. O'shaning uchun Baxtiyorjonga aloqaga chiqasizlar, naqd pul bermoqchi bo'lganlar, lakasat tashaveradi, kelib pulni yonida berib, duosini olib ketaverasizlar. 24 soatlik ehsonimiz yondi. Iltimos, imkon qadar maksimal tarqatib ehson qilishga ulgurib qoling. Baxtiyorjon bizga 10 minglab murojaatlar chiqadi-da. O'shani 99.9 hammasi to'rtmuchasi sog', hamma yo'q joyida, shunasi to'rtmuchasi sog'. Mana 1,5 yildan beri miskin oilani olib chiqayotgan bo'lsam, bunaqa mard insonni ko'rmadim. Sabrli qarang. Go'sht olib yetiratsam, yo'q desa bo'ladi. Xudoyim berib turibdi. Xudoga shukr, topib turibman, qarang. Hamisha shunaqa. Yotib olib yig'laydiganlar ko'rganman, nima shu qarang, mana haqiqiy haqdor, lekin Xudoga shukr deyapti. Noliga yo'q. Shukr deyish katta. O'sha Xudoga shukr deganligini niyatidan mana biz eshigini tagida turibmiz. Siz qancha dodlab, meni komissiyarimga ham yozib, adminga ham telefon qilib so'kinib, dodlab, yig'lab, voylab qiyin ish jasangiz, biz sizga yaqinlasha olmaymiz. Siz shukrni ado qilavering, biz sizning oldingizda bo'lamiz. To'g'rimi?